Ishoning, faktlar sizlarni ajablantiradi. Bir xonalik kvartira oyiga $4,500 boshlanadi. Chiroyli eshitilishi mumkin, lekin narxlar sizlarni lol qoldiradi. O'rtacha uy narxlari $1.3 million boshlanadi. Talabalar ko'pincha 3-4 kishilashib guruh bo'lib bitta xonadonni ijaraga olishadi. Qimmat bo'lgandan keyin ekonom qilish kerak. Bu shahar eng arzon va yaxshi yashash uchun joy deb tan olingan. To'g'ri, bu shtatimizda o'ziga yarasha xavfli taraflari bor. Lekin xavfli degani bu butun bir shtat xavfli emas. Tabiati shunaqangi go'zalki, ko'zlaringizni rom qiladi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Diyor Abduvohidov. Amerika va logistika hayotini ko'rib chiqishda davom etamiz. Bu safar mavzuyimiz Amerikani top 5 ta eng qimmat va eng arzon bo'lgan shtatlarini ko'rib chiqamiz. Avvalambor videolarimiz sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta like bosing va izohlarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar va shu videolarni do'stingizlarga yuborib qo'yinglar. Manfaatli bo'lishi mumkin. Amerikadagi eng qimmat va eng arzon bo'lgan 5 ta shtatlarni ko'rib chiqamiz. Ishoning, faktlar sizlarni ajablantiradi. Birinchisi New York City, New York. Amerikadagi eng mashhur shahar, shu bilan birgalikda eng qimmat shaharlardan biri hisoblanadi. Manhattan'da bir xonalik kvartira oyiga $4,500 boshlanadi. Tasavvur qilasizmi? Oziq-ovqatlar mamlakat bo'yicha boshqa shtatlarga qaraganda o'rtacha 40-60% qimmatroq hisoblanadi. Kichik ba'zi bir oilalar 2 xonalik kvartirada turish uchun $8,000 to'lashadi. Bu prosta dahshat. Ikkinchi shtat va shahrimiz Kaliforniya shtati, San Fransisko. Texnologiyalar shahri hisoblanadi. Chiroyli eshitilishi mumkin, lekin narxlar sizlarni lol qoldiradi. Bu shaharda o'rtacha uy narxlari $1.3 million boshlanadi. Bir xonalik kvartiraning ijarasi o'rtacha $4,000. Shunchaki tasavvur qilib olasizlar endi o'zingizlar. Oddiyroq bir o'rtacha restoranlarda tushlik qilish $35 yoki undan-da qimmatroq bo'lishi mumkin. $35 bitta obed, ya'ni ham o'rtacha restoranda. To'g'ri, ko'pchilik San Fransiskoga ishlagani boradi. Ishlar, texnologiyalar juda ko'p, lekin ishoning, shu ishlaydiganlarning ko'pchiligi yashash uchun o'ziga joylarni chetroqlardan izlashadi va yashashadi o'sha yerda. 3-o'rinda Gavayi. Gavayi shtati Honolulu yoki Honolulu shahriga hamma narsa, oziq-ovqatlar va boshqa narsalar kema orqali kelganligi uchun qimmat bo'ladi. Oziq-ovqatlarning 70% import orqali kiradi. Masalan, 1 kilolik bana $3 dan ham qimmat bo'lishi mumkin. Shuni anglatadiki, shaharda to'g'ri dam olish uchun idealniy holat, shart-sharoit bo'lishi mumkin, lekin yashash tarzi juda ham qimmat. Gavayida bir xonalik uylarning ijarasi, kichkina bo'lgan bir xonalik uylarning ijarasi $2,500 dan boshlanadi. 4-o'rinda Los Angeles, Kaliforniya shtatida. Bu shahar juda ham mashhur. O'zini Gollivud bo'lgan plakatlari bilan ajralib turadi. Lekin ishoning, bu yerda ham yashash juda ham qimmatga tushadi. Bir xonalik uylarning ijarasi o'rtacha emas, $2,800 dan boshlanar ekan. Agarda sizning mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, uni parkovka qilish, ya'ni biror bir joyda turishini ta'minlashingiz, u ham juda ham qimmatga tushib boradi. Transport xarajatlari ham juda ham qimmat bo'ladi. 5-o'rinda Boston shahri, Massachusets shtati. Bu joy ilmiy markaz, universitetlari bilan ajralib turadigan joy. Talabalar juda ham ko'p, lekin ishoning, yashash bu yerda ham qimmat. O'rtacha ijara narxi $3,000 dan boshlanadi. Talabalar ko'pincha 3-4 kishilashib guruh bo'lib bitta xonadonni ijaraga olishadi. Endi buni to'g'ri qabul qilsak bo'ladi. Qimmat bo'lgandan keyin ekonom qilish kerak va o'sha yerda istiqomat qilishini yaxshi ta'minlash uchun bu normal holat deb qarasak bo'ladi. O'zimizning ham Toshkent shahrida bunaqa holatlarni ko'p kuzatsak bo'ladi. Endi sizlar bilan Amerikadagi eng arzon bo'lgan top 5 ta shtatlarni ko'rib chiqamiz. Bu ma'lumotlar 2025-yilda infolardan olingan desa ham bo'ladi. Eng arzon shtat va shaharni ko'radigan bo'lsak, 'birinchi-o'rinda Hickory, Shimoliy Karolina. Narxlar va yashash sifati muvozanatda bo'lgan shtat va shahar hisoblanadi. Ijaralar o'rtacha $800 dan $1,100 tashkil qiladi. Uy narxlari esa o'rtacha $240,000 dan boshlanadi.
2024-yil US News reytingiga ko'ra bu shahar eng arzon va yaxshi yashash uchun joy deb tan olingan. Ikkinchi o'rinda Harlingen, Texas. Bu shaharda uy narxlari juda ham past. $120,000 dan $180,000 bo'lgan holatda uy joylarini topsangiz bo'ladi. Bu shaharda soliqlar ham juda ham past. Umumiy yashash uchun bo'lgan xarajatlar ham kam. Issiq ob-havo tufayli elektr va isitish tizimi uchun ham juda ham kam pul to'laysiz. Uchinchi o'rinimiz ham Texasdan McAllen shahri. To'g'ri, bu shahrimizda narxlar juda ham arzon, lekin ishchi o'rinlarini topish qiyin bo'lgan joy hisoblanadi. Shunga qaramasdan, chegaraga yaqin bo'lganligi uchun narsalar juda ham tez yetib keladi va arzon. Ko'pgina odamlar oylik xarajatlari uchun $1000-1200 rasxod qilishadi va shunga qaramasdan bemalol o'zlarini hech nimadan cheklamagan holatda yashab kelishyapti. 4-o'rin Pittsburg, Pensilvaniya shtati. Bu joyimizni katta shahar bo'lganiga qaramasdan ijaralar narxi juda ham past. $1200 dan $1600 bir xonalik uylarni topsangiz bo'ladi. Bu yerda yashash qulay, imkoniyatlarni yetarlicha topsangiz bo'ladi. O'qiyman deysizmi, ishlayman deysizmi, shu bilan birgalikda boshqa shaharlarga olganda narxlari juda arzon. Bu shahar texnologik taraflama rivojlanishi San-Fransiskoga qaraganda pastroq bo'lganligi uchun narxlar arzon hisoblanadi. 5-o'rinda Tennessee shtatining Knoxville shahri. Ijara narxlari $1000 ga ham yashash uchun joy topsangiz bo'ladi. To'g'ri, bu shtatimizda o'ziga yarasha xavfli taraflari bor. Shu sababli ham narxlar past. Lekin xavfli degani bu butun bir shtat xavfli emas, xavfsiz joylardan ham bemalol topsangiz bo'ladi. Lekin ishoning, Tennessee shtatining Knoxville shahri tabiati shunaqangi go'zalki, ko'zlaringizni rom qiladi. Aynan shu sabab ham Knoxville tabiatiga qiziqib turistlar juda ham ko'p kelishadi. Amerikaga borganda to'g'ri, hamma o'zini imkoniyatidan kelib chiqqan holatda joylar tanlaydi. Kimdir arzonroq, kimdir qimmatroq. Imkoniyatidan kelib chiqib baholashadi. Lekin biz o'z videoyimizda sizlarga narxlarni qo'ldan kelgancha faktlarga asoslangan holatda yetkazib berishga harakat qildik. Endi bu yoqda balkim bizni bilmagan joylar bo'lsa, albatta izohlarda kutib qolamiz. Video va boshqalarga tezroq yetib borishi uchun like'larni ayamasdan like knopkasini bosib qo'ying.